Assalomu alaykum. Qulay post tizimi bilan tanishib chiqamiz. Qulay post o'zini ichiga 3 ta modulni qamrab oladi. Demak, moliya qismi, sotuv post qismi va ombor qismi. Omborlar nimalardan iborat desa, omborlar demak boshlang'ich qoldiqlar, sotib olish, sotish, xaridorlardan qaytarib olish, ta'minotchiga qaytarib berish. Agar omborlar bir nechta bo'ladigan bo'lsa, ko'chirish, qayta narxlash, hisobdan chiqarish, realizatsiya funksiyalari mavjud. Xo'p, bundan tashqari moliya qismida demak kassalarga kirim, kassadan chiqim va valyuta ayirboshlash funksiyalari mavjud. Post qismi esa demak omborimizdagi mavjud tovarlarni ro'yxatini chiqarib beradi. Bu yerda bu tovarni ma'lumotlari, bu ombor ostatkalari, qoldiqlarini ham ko'rsatib turadi. Demak, sotmoqchi bo'lsak, bunga bosishimiz bilan bizda o'sha tovarlarimizni demak qo'shilib savatchamizga qo'shilib boradi. Bu yerda kategoriyalar bo'yicha ham filtrlashimiz mumkin. Bolalar uchun xohlagan yoki qidirishimiz ham mumkin. Xo'p, bu yerda to'lov tizimlari, to'lov turlari bir nechtaga bo'lingan. Demak, bu yerda tovarlarning ro'yxati demak, agar naqd pulga sotadigan bo'lsak, chegirma qo'yib berish mumkin, muammo emas. Agar naqd pul emas, plastik karta orqali, klik orqali yoki valyuta orqali sotadigan bo'lsak, bu funksiyadan foydalanamiz. Bundan tashqari nasiyaga sotish funksiyasi ham mavjud. Demak, nasiyaga sotishimiz bilan bu yerda mijozlarni tanlaymiz. Agar mijozlar yo'q bo'lsa, yangi mijozni qo'shib olamiz. Xo'p. Undan tashqari hisobotlar bo'limi bor. Hisobotlar bo'limida bizda umumiy kunlik sotilgan mahsulotlarimizni bo'yicha to'liq ma'lumotlari, haqdorlik, qarzdorlik, demak, mol yetkazib beruvchidan biz tovarimizni omborimizga kirim qiladigan bo'lsak, undan oldi berdilar. Agar nasiyaga sotadigan bo'lsak, nasiyachilar bilan oldi berdilar. Qarzlar jurnali, mahsulotlarning sotilish hisoboti, ya'ni qaysi mahsulot necha marta nechta sotildi, bir hafta ichida, bir oy ichida, 3 oy ichida, 6 oy ichida kabi hisobotlar mavjud. Bundan tashqari omborda demak ombor qoldiqlari, qaysi tovarimizdan qanchadan qoldig'i bor, narxi qancha, sotish narxi qancha, mahsulotlar ro'yxati, demak sotilgan mahsulotlar, kirim bo'ldi, chiqim bo'ldi, oldi sotdi hisoboti ham mavjud. Demak, sana oralig'ini tanlab sotishmi, sotib olishmi qilib ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari moliya qismida hisobot bo'limida demak kassadagi pullarimiz qancha pul bor, naqdda, plastikda shuncha bor, kirim chiqim, kassaga qancha kirim chiqim bo'ldi va foyda va zarar. Foyda va zarar bu bir hafta sana oralig'ida, sana oralig'i xohlagan sana oralig'ini qo'yish mumkin. Bu yerda kirganda demak, agar tanlanmagan bo'lsa, bir haftalik sana oralig'i tanlanadi. Demak, daromadi bu o'sha bir hafta ichida sotilgan mahsulotlarni sotish narxlari, bu tan narxlari. Agar davr xarajatlari bo'lsa, xarajatlar qo'shilgandan keyin bu ayrimasi bizga yalpi foydani beradi. Hop, ma'lumotnomalar bo'limi bor. Ma'lumotnomalar bo'limida biz kontragentlarni xohlagancha kontragentlar qo'shishimiz, nomenklatura tovarlarni qo'shishimiz mumkin. Tovarlarni qo'shish demak mahsulot bo'lishi mumkin yoki xizmat bo'lishi mumkin. Xizmat bo'lsa ham tovarni qo'shish imkoniyati bor. Keyin bu tovarda oldi sotdi pul birligi bo'lishi mumkin. Faqat dollarda yuradi deydigan bo'lsak, shu dollar tanlab qo'ysak, bu tovarni nasiyachilar bilan va oldi berilarni dollarda hisoblab yuradi. Birliklari, kategoriyalar xohlagancha qo'shishingiz mumkin. Agar yo'q bo'lsa, bo'lim qismida demak bizda mavjud bo'limimizni ro'yxatda xohlasak 3 va bundan ortiq bo'limlarni qo'shishimiz mumkin va bo'lim ma'lumotlari bu yerda joylashgan. Hop, demak boshqarishda demak foydalanuvchilar, bu foydalanuvchilarni xohlagancha qo'shish mumkin va ularga rollar yaratish. Hop, bundan tashqari bosh sahifasi bor, dashbord qismi. Bu yerda bugungi jami sotuvlar soni, bugungi jami sotuvlarning qiymati, o'rtacha chek,
qancha nasib bo'ldi bugun, kassadagi pul miqdori, kassaga kirim, kassadan chiqim, qoldiq mahsulotni necha pulligi, demak tushumlarni qaysi yo'llar bilan kelganligi, oylik savdo ko'rsatkichlar, demak daromad, bu yerda xarajatlarimiz, tannarx ham shuni ichiga kiradi bizda va yalpi foydani ko'rsatib turadi. Demak ombordagi mahsulotlarning o'z qolayotganlari qoldiqlari, mahsulot kategoriyasi bo'yicha eng ko'p sotilganlari, eng ko'p sotilgan mahsulotlarni sonida ko'rishimiz mumkin. To'liqroq ma'lumot uchun aloqaga chiqilsa to'liq qilib tushuntirib beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.